Assalomu alaykum akalar, tushunibsizlar, charchaymsizlar. Qaranglar, bu konditsionerni MC'ga universal tushadigan va boshqa texnikalarga ham tushib ketadigan konditsionerimiz. Hozir buni polniy obzor qilib ko'rsatamiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Oxirida polniy komplektatsiyasini tushuntiramiz va narxini ham albatta oxirida aytib o'tamiz. Va hozircha polniy tanishtirishni boshlayman va qana boshlaymiz. Akalar, konditsionerimizning o'ziga keladigan bo'lsak, xuddi shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Mana bu yerda elektron tablolari ko'rib turganinglardek, mana bu yerda ligrovkalarni hammasini hissanglar bo'ladi va elektronli bo'ladi va mana bu yerda 5 ta havo chiqarish uchun, muzdek havo yoki issiq havoni chiqarish uchun o'zining shunaqa anaqalari bo'ladi va ichida radiatori ko'rib turibsizlar. Va bu yerda mana bu o'zining datchiklari, bular akalar переделка qilib turib MC'larga o'rnatiladi. 100% birga bir o'rniga, radnoyning o'rniga tushmaydi bular. Mana bu yerda teshiklari bor. Men sizlarga просто hozir polniy obzor qilib ko'rsataman buni. Mana ko'rishingiz mumkin bu tarafdan ham. Va bu orqa tomoni bo'ladi akalar, ko'rib turibsizlar. Mana bu yerda menimcha motorchiki. Bu yerda mana bu shtekkerlar ish qilib akalar, bu kabinani ichiga joylashtiriladigan qismi. O'zingizlar bildinglar buni. O'zini hozir komplektatsiyalarida narsalari bor, ularni ham ko'rsatib o'tamiz. Xo'p akalar, komplektatsiyamizda kabinaning ichiga turadigan variantlarda xo'p shulari bo'ladi. 2 metrli mana bu shlanka. Endi sal yupqaygan, bilmadim. Keyin mana bu o'zini skochi, как turbani o'raganda kerak bo'ladi va o'zini pulti bor ekan. Pultdan ham boshqachalar bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Xo'p, keyin mana bu yerda mayda chuydalari. Men to'g'risi uncha e'tibor bermadim, chunki ustanovka biz qilib ko'rmaganmiz hali buni. Mana bu yerda mayda chuydalari va mana bu bunga kiyiladi adashmasam. Shunga tushadigan variant alyuminiy bo'lar ekan bu. Ko'rishingiz mumkin. Atak sifati jam uncha emas, baribir ham xitoyligini qiladi. Xo'p akalar, bu tashqari qismi bo'ladi. Ko'rib turganinglardek, tepasida ventilyatorlari, ichida radiatorlari va aytib o'tganimdek, buni aytmanman, 12 va 24 voltli variantlari bo'ladi. Ko'rinishi bir xil, atak 24 12 volt ishlaydi. Hop, bu yerda komplekt nima bo'ladi? O'zining shlankasi, boyagi ichidagi shtekkerga ulanadigan yana bitta shtekker, mana bu yerda ikkita yana ulanadigan nimasidir. Endi hozir esimda yo'q to'g'risi. Hop, mana bu yerda ulangan qismi bor. Bular anaqaga menimcha elektronli bular. Ko'rib turganingizdek, ko'p qismi plastmassadan ishlangan, ichlari alyumin, mana bu yo'lari ham plastmassa ko'p qismlari. Va akalar, narxiga keladigan bo'lsak, hozirgi kunda bular narxini 3.800.000 so'm qilib beramiz. Bemalol bizning do'konimizdan kelib olib ketishingiz mumkin yoki dastavka qilib olsanglar ham bo'ladi va narxi faqat bugun uchun amal qiladi. Har doim so'rab turinglar.